Assalamu alaikum. Bütün dünyanın her qaysi yerlerdeki Uygur, Kazak, Özbek, Kırgız, Türk, Türkmen, Azer ve başka barlık Türkiye kırındaşlarına. Biz bugün Amerika paytaxtı Washington'da yaşayan Uygur cemaati, Özbekistan Cumhuriyeti'nin Amerika paytaxtı Washington'da turuşluq baş elçixanası aldığı topluşup 10. ayının 6. günü yani tünügün Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi'de Özbekistan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Amerika ve Garip dünyası oturup koygan Uygur meselesini muhakeme kılış karar raisiga karşı turuş bile taşlıqalık için biz bugün Uygur cemaati bununla narazılık bildirip turupdimiz. Kazakistan ve Özbekistan büyük bir devlet. Kazak ve Özbek halkı tarihi, medeni, akıllık, batur bir millet. Biz ularını söyimiz, ulardan fəxrlərimiz. Biz neçə əsrlərdən beri ular bilen oxşaş medeniyet, oxşaş til, oxşaş din, oxşaş irq, oxşaş itiqat bilen birbirimizni qollab, tərəqqi qilib, neçə 100 yıl, neçə 1000 yıl, neçə əsrini başını geçirip bugünkü günə geldik. Ama Sovet İttifaqı yemirilip, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyeti müstakil bolgandan keyin Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan qataraq Türkiye Cumhuriyetler Uygur'un müstakillik yolunu itidigan, Uygurlarını terörçi, 3 xil köç deb qaraydigan Şanghay Hamkorlik Tashkilotiga a'zo bo'lib, Uygurlarını bar kuchi bilan chekladi, qarshi turdi. 2017 yılı Xitoy Kompartiyasi Uygurlarga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosatini o'tirib qo'ygandan keyin Kazakistan ve Özbekistan BDT'da cami 10 qadamdan ortiq Uygurlarını davamlı qirg'in qilishni qo'llab, Xitoyni himoya qilib bilet tashladı. En qabul qilib bo'lmaydigan ichinishlik, numussizlik yeri shuki, 2022 yılı 31 Ağustos'ta Birleşken Devletler Teşkilatı'nın özü Xitoy Uygurlarga karşı insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb doklad chiqardi. Mushu doklad chiqargandan keyinmi tünügün Özbekistan bilen Kazakistan hiç bo'lmasa bilet tashlashning voz kechsa bo'ladi. Ammo ular butkul dunyodagi g'arib, Hristiyan, Yevropa elleri Uygurning meselesini muhokama qilaylik deb ataydan tashabbus qilayotgan vaqtida o'zimizning milliy diniy qirlashimiz bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston United Nations'da supported China Xitoyni qo'lladi. Bu biz uchun, butkul Türkiye milletler uchun, dünyadaki qirg'inchilikning dardini tatiyotgan barliq Uygur qardoshimiz uchun qabul qiluvsiz, menga unutmaydigan tarixiy jinoyat hisoblanadi. Biz bunu menga unutmaymiz. Bu şerefsizlik, bu numussizlik. Biz Özbekleri yaxshi ko'ramiz. Medeniyetimiz ortak, hemminimiz ortak. Kazaklar bilen biz hoşna. Ular igri kunlar kelgan chaqda, Çar Rossiya ularni bisib olganda, Mongollar tajovuz qilganda, Xitoylarning zulmi qo'shilgan vaqtda biz Uyg'urlar dast turib, ularni qo'llagan edik. Ular mustaqil bo'lgan vaqtda biz Sharqiy Turkiston Uyg'uriston turib, ular uchun javob chaqirgan, xo'sh bo'lgan, memnun bo'lgan edik. Biz Kazak, Kırgız, Özbeklerden ayrılmayız deb, özümüzden devletimizin ismini Uyg'uriston deyishdan ensirab, qarindoshimizning ko'ngli kelmasin deb, devletimizin ismini Sharqiy Turkiston degan edik. Bu hala bugün gün kelgan chaqda dünyadaki en ak ko'ngil, bechora, samimiy, durust xalqning bishigan bu yig'ri kun kelgan vaqtida O'zbekiston va Qozog'iston Uyg'urlarning o'limiga sherik bo'lyapti. O'zbekiston ve Qozog'iston shuni bilsinki, biz Uyg'ur xalqi yolg'iz emas. Dünyanın her qaysi 2 milyon xalqimiz bor. Bular azadlık için, erkinlik için, insan hakları için, demokratiya için, kişilik hukuk için bir jangchi. Ular fidoyi, bizning qo'limizdan hayat kuch bor. Biz Xitoyni qo'llagan har qanday davlatni sharmanda qila olmaymiz. Xitoy bilan hamkorlashgan har qanday bir davlatni yetim qoldira olmaymiz. Bizning qo'limizdan media bor. Dünya xalqi bizni qo'llayotdi. Amerika va Yevropa ittifoqi bizni qo'llayotdi. Eğer Kazakistan ve Özbekistan özünün Xitoylar bo'lgan numussizlarcha hamkorlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz bunu iki türlü kishini qilamiz. Birinci, Kazakistan ve Özbekistan bu numussizlikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz butkul dunyo bo'ylab neçe milyon xalq hamkorlashib bu iki devletning o'z qirlash satqanligini butkul dunyoga bildiramiz. Ularning erkin, demokratik taraqqiy qilgan Yevropa ellerinde, G'arbda, Amerikada yuzi bo'lmaydi, inoat bo'lmaydi, ularni hech kim qo'llamaydi.
Hech qanday bir davlat ularga büyük insonlarcha hurmatlar chiqarmaydi. Ularga no respect. Buningdagi hech qanday hurmat, barobarlik degan narsa mavjud emas. Buni bilish kerak, bizning qo'limizdan keladi. O'tgan 5 yilda biz dunyodagi eng kuchli imperiya Xitoyning yuzini yerga urdik, rasvo qildik, sharmanda qildik. O'zbekiston, Qozog'iston davomli qo'lza qilishni biz o'xshash qila olmaymiz. Bizning qo'limizdan keladi. Biz sizlarni qarindishimiz dedik. Sizlar qarindishimiz desanlar, biz sizlarga qarindosh emaslikdan qanday bo'lishini to'sib qo'yamiz. Bu birinchi. Ikkinchi, biz Uyg'urlar navbatda Uyg'urlarning qo'lda qiladigan bir qism tadbirlarni ishlatib turib, Yevropa, Amerika qator davlatlar ve Dünya Bankası Özbekistan, Kazakstan'a berayotgan iqtisodiy yordamlarni milyard yordamlarni to'xtatishning amalini biz qila olmaymiz. G'arb dunyosi, Yevropa ittifoqi Qozog'iston va O'zbekistonning Xitoyning qo'yniga o'zini atqanligiga qarab turmaydi. Ular g'azablandi. Qozog'iston bilan O'zbekistonning turgan qarori butkul dunyoni g'azablantirdi. Sizlar sosyal media qarab qo'yinglar. Tungi Twitter'da Qozog'iston degan ism birinchi numurli holda muhokama qilindi. 7000'den artık tweet 2 saat içinde itilip, Kazakistan özünün kırındaş halkı Uygurlarını setip, Xitayla hemkarlaştırıp bütün dünya tanıp gitti. Mana onu biz kıldık, biz Uygurlar kıldık. Eğer Kazakistan ve Özbekistan öz şerefini kaytırmışsa, biz onu kaytırmayız. Ahirki sözüm, biz bugün fakat Uygurlar için yığılmadık. Biz Şarkı Türkistan, Uyguristan'daki Kazak, Kırgız, Özbek ve başka milletlerin hukuk uçumu cem olduk. Biz fakat Uygurlar için emas, Kazakistan ve Özbekistan'ın bunundan keyinki müstakillik uçumu cem olduk. Eğer Kazakistan ve Özbekistan derhal uyg'onmasa, Xitoy keyinki 5 yılda, 10 yılda bu devletlerini yutib oladi. İqtisod ve bir siyosati bilan bu devletlerindeki barliq siyasetlerini, barliq hükümet organlarini, iqtisodiy sohalarni monopol qilib oladi. Bundan biz ansiraymiz. Bununla yurtimiz ağrıydı. Çünkü bizden Kazakistan ve Özbekistan'dan müstakillikini Xitoyga yo'qitib qo'yishni ko'rgimiz yo'q. Biz xohlamaymiz. Bu qirlashimiz mustaqil bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar Xitoyda o'zinglarni tortinglar. Xitoy biz bo'lganligimiz uchun sizlarni aman qo'ydi. Agar Uyg'urlar yo'qolsa, keyingi nishon Qozog'iston va O'zbekiston bo'ladi. Aziz qarindoshlar, biz Qozog'istondagi O'zbekistonga qirlashimizning bexatarligi, amallik uchun duo qilamiz. Ular yadidimiz, ular şu devletlerin kanun siyasetine rioya qilib, şu devletlerin himoya qilyapti, fakat o'zining madaniyati, kimligi, tili yashayapti. Ular hech qanday aralashmadi. Ammo bizning umid qilganimiz dunyoning har qaysi joylaridagi erkin davlatda yashayotgan Uyg'urlar şu bichora xalqimizning gap qilmagan xalqimizning ovozini yetkazish kerak. Vatanda 5 million Uyg'ur xalq o'lyapti. Bosqinchilik uchrayapti, qirg'in qilyapti. Milyon insonlar o'lyapti. Erlarimiz qul bo'lyapti. Bolalarimiz ota-onalardan ayrilyapti. Biz bunga rozi emas. Biz bunga razı emas. Uzbekistan must stop supporting Chinese genocide of Uyghurs. Uyghurs and Uzbeks, Kazakhs are brothers.